Sirajov qayerda? Ertaga uchrashib kiraman degan oliygohga sertifikat bering. Xo'p bo'ladi. Tabriklayman. Toshkent tumani Sarasiya mahallasida yashayman. She'riyatga qiziqaman. O'tgan yili Muhammad Yusufxonlik she'riy tanlovida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Shu yili respublika miqyosida tashkil etilgan Voice-Up 2026 loyihasida o'zimning o'qib va yuksal nomli loyiham bilan tuman, viloyat va respublika bosqichlarida ishtirok etdim. Muhtaram Prezidentimiz, sizning ko'z yoshlarga bildirayotgan ishonchingiz, qo'llab-quvvatlayotganingiz, bizning ham hech kimdan kam emasligimizni his qidirganligingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mani eng katta maqsad muddaom, mana o'zingiz aytyapsiz, hech kimdan kam bo'lmay jamiyatimizda yetib inson bo'lib, yangi O'zbekistonga munosib xizmat qilasizligini umid Rahmat. Hozirda sizning biz yoshlarga berayotgan sharoitingizdan unumli foydalangan holda mahallamiz yoshlar yetakchisi va ijtimoiy xodim ko'maklarida mahallamizdagi 10 nafar nogironligi bo'lgan yoshni o'zim bilan ergashtirmoqdaman va ularni jamiyatga tatbiq etish, ularning ham bizning ham hech kimdan kam emasligimizni jamiyatimizga, yurtboshimizga isbotlagan holda ularning o'z qobiliyatlaridan kelib chiqib, istaklaridan kelib chiqib, o'zlari xohlagan sohaga yo'naltirib kelmoqdamiz. Muhtaram Prezidentim, ularning ichidagi shijoatni, quvonchni men bilan suhbatlashayotganda, menga orzularni aytayotganda, ularning quvonchini ko'rib, aynan shu soha mening yo'nalishim degan qarorga keldim va shu yil maktabni tugatib, ijtimoiy ish yo'nalishida o'qishga qaror qildim. Muhtaram Prezidentimiz, sizga shuni ishonch bilan ayta olamanki, Xudo xohlasa shu yil ijtimoiy ish yo'nalishiga o'qishga kirsam, nogironligi bo'lgan yoshlarning ham aslida qo'llaridan nimalar kelishligini, yangi O'zbekistonimizning ravnaqi va rivojlanishi uchun o'z hissamizni qo'shishga sizga va'da beraman. Albatta, Xudo xohlasa ko'rasiz. Hozir mani farmonimda o'qing. Kelajak bunyodkori mukofot bilan rag'batlash. Sirajov qayerda? Ertaga uchrashib kiraman degan oliygohga sertifikat bering. Xo'p bo'ladi. Tabriklayman. Ota-onaga katta mendan salom, rahmat deb qo'ying. Sizga tez tabrik. Rahmat.